sakkizinchi bayrami bilan qizda o'qasanga videomiz hamma kanallarga tarqalib, даже 19 yoshli qiz 23 yoshga aylanib ketganman. Erga ham tekkanman eng qisqasi. Xullas, hozir intervyu olamiz. Kechga intervyu qo'yiladi. Ya'ni yolg'on fake xabarlarga nuqta qo'yish maqsadida olinyapti. Olib trendga chiqib ketgan qiz Dilnura O'zbegim qizi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz haqingizda hozirga savollar, narsalar juda ko'p chiqmoqda. Haqiqatan ham Toshkentda olindimi video? Yo'q, aslida bu video olinish tarixi Qashqadaryoda bo'lgan. Kitobda olindi. Opamlarga mehmon kelganim uchun aynan 8-marta shu yoqda qanaqadir auditoriyamga kayfiyat ulash uchun prikolniy video tarzida olingandi, lekin bu hozirgi kunda juda ham ommabop, hamma reaksiyasiga sabab bo'ladigan holatda video bo'lib ketdi. O'zim ham bunaqa reaksiya kutmagandim. Necha yoshsiz? Asli 19 yoshman, lekin internet tarmog'ida 23 yosh berishgan ekan. Turmushga chiqmagansiz? Yo'q, turmushga chiqmaganman. U bola partnyorim bo'ladi. Shunchaki videoga chiqdi. Shunchaki videoga chiqqan. Bu baribir internet tarmog'ida odamlar bilgan, bilmagan ma'lumotlarni chiqaraveradi, lekin aslida unaqa emas. Boya aytganimdek, o'zi 2005-yilman, 19 yoshman, hech qanaqa oila, turmushga chiqmaganman. Hali turmushga chiqish niyatim ham yo'q. Lekin shunaqa fake xabarlar tarqalgan, bunaqa xabarlarni iltimos qilib qolardim. Ijtimoiy tarmoqlarga iloji boricha insonning shaxsiy hayotidan xabardor bo'lmasangiz, fake xabarlarni chiqarmasligini.